Xurshid opa, ozish uchun birinchi o'rinda ko'katlar tursa kerak-a? Yo'q, ko'katlar eng oxirgi o'rinda turadi. Hajmi bor, kaloriyasi yo'q, u asosan qabziyatni davolashda yordam beradi. Avokadochi? U 7-o'rinda foydali yog'ga boy bo'lganligi uchun ishtahani pasaytirishda juda ham ideal variant. Dengiz mahsulotlarichi? U 4-o'rinda omega 3 ga boy bo'lganligi uchun tanadagi yallig'lanishlarni zo'r ketkazib beradi. Tovuq go'shtichi? U 3-o'rinda juda ham oqsilga boy bo'lganligi uchun tanamizdagi mushaklarni saqlab qolishda yordam beradi. Grechkachi? U 5-o'rinda glikemik indeksi past bo'lganligi uchun uzoq muddat bizga to'yimlilik hissini beradi. Tvorogchi? U 6-o'rinda kazein oqsiliga boy bo'lganligi uchun ayniqsa kechki ochlikni zo'r to'xtatib beradi. Chechevitsachi? U 8-o'rinda tarkibi oqsil va kletchatkaga boy bo'lganligi uchun bizga uzoq muddat to'qlik hissini beradi. Tuxumchi? U 2-o'rinda to'liq oqsilga boy bo'lganligi uchun sizni kamida 5 soat qorningizni to'q ushlab turadi. Brokkolichi? U 9-o'rinda kletchatkaga boyligi uchun ichaklarimizni shunaqa zo'r tozalab beradi. Unda birinchi o'rinda nima? Albatta meni profilim, chunki meni profilimga obuna bo'lishingiz bilanoq ozishni boshlaysiz.